bundan 5-6 yil oldin shu narsa bo'ladi desa birov ishonmasdi yoki jinni bo'lib qolibsan derdi. Lekin shu ishlar bo'lyapti. Soliq organi xizmati tomonidan elektron dasturlar orqali to'g'ridan to'g'ri tadbirkorlik subyekti faoliyatiga aralashilyapti, to'sqinlik qilinyapti. Bu nimada namoyon bo'lyapti? Shot faktura jo'nataman deydigan bo'lsangiz, ochiqchasiga shot fakturani sen unga jo'nata olmaysan, unga chegaralangan yoki unga jo'natish iloji yo'q degan bir blok qo'yilyapti. Bu blok nimada ko'rinadi? Neft mahsulotlariga shot faktura beraman deydigan bo'lsa, qabul qiluvchiga yo'l qo'ymayapti. U qabul qila olmayapti neft mahsulotini, qizig'i. Va ssilka berilyapti Davlat soliq qo'mitasini Telegram kanaliga murojaat qilinglar deb. Qachondan boshlab Telegram kanal rasmiy bir munosabat bildiriladigan joy bo'lib qoldi. Agar soliq organining bu xatti harakatidan Davlat soliq qo'mitasini rahbariyati xabarligisi yo'q bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilardik. Bu noqonuniy harakatlarni oldini olish bo'yicha chora ko'rishlarini so'ragan bo'lar edik. Menimcha uni xabarligisi yo'q va ko'pchilik hozir buni operatorlar tomonidan shunaqa blok qo'yilyapti, deyilyapti. Didox yoki boshqa operatorlar tomonidan ham o'zboshimchilik bilan bunaqasiga blok qo'yilishiga ularni qisqa qilib aytganda duxi yetmasdi ham, chunki bu ochiqchasiga noqonuniy harakat. Va Telegram kanalda berilyapti, ularning yo litsenziyasini muddati o'tgan yoki ijarasini muddati o'tgan, ijarasida ko'rinmayapti. Agar ijara ko'rinmayotgan bo'lsa, litsenziya muddati o'tgan bo'lsa, sizlar o'sha tadbirkorni ogohlantiringlar yordamchi bo'lib. Ijarani muddati o'tib ketibdi. Yengilab ol. Litsenziyani muddati o'tdi, yengilab ol. Lekin nima uchun xarid qilayotgan yoki shot faktura berayotganda blok qo'yilyapti? Bu narsa ochiqchasiga noqonuniy harakat hisoblanadi. O'rtoqlar, iltimos mas'ul shaxslardan ham, Davlat soliq qo'mitasi rahbariyatidan ham iltimos qilgan bo'lardik. Bu narsaga alohida e'tibor berib, noqonuniy harakatni oldini olishni so'ragan bo'lardik. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.